Assalomu alaykum hurmatli YouTube ahli. Inshaalloh mana bugun Yaqinama tumanidan keldik. klintlarimizga beg'amslar ketkazib, mana Xudo xolasa. Yaqinobatdan kavrak ekish maqsadida beg'ams olib kelishyapti. Mana shu klintlarimizga beg'amslar yetkazib beramiz. Ukamiz beg'ams foydasini bilib, inshaalloh beg'amslarni kavraklar yetishtirib daromad qilamiz deyapti. Mana shu maqsadda beg'amslarni olib ketyapti. Videoga qiziquvchi o'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz inshaalloh. Videomiz keng tarqalishi uchun mana shunday beg'amslarimizni foydali tomonini bilgan o'rtoqlarimiz o'zlari biladi. Kavrak ekinlari, pomidor, bodring ekinlarini o'rtoqlarimiz beg'amslarga qanday rivojlanishini sezgani uchun mana shu beg'amslarni olib ketishyapti. O'rtoqlar like tugmachalar bosib qo'yamiz inshaalloh. Videoda har xil kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.